Barchaga salom. Men bugun YouTube kanalida pulini yechib ko'rsataman. Bankka borib, kelinglar men sizlarga buni ko'rsataman. Bizda hozir ishlangan 1 oyda $1285 ishlangan. Bu mening shogirdimning kanali. Birinchi oy $1285 pul ishlagan. Aynan mana shu pulni birga yechishga boramiz bugun. Video qilib ko'rsataman. Videoni ko'rishdan oldin like va obuna bosib, kommentariyaga yana nimalarni o'rgatishimni va ko'rsatishimni yozib qoldiring. Are you listening? Damn. YouTube kanaldagi pulni siz masalan noyabr oyida pul ishlasangiz, dekabr oyida yetsa bo'ladi. Hozir dekabr oyi, noyabr oyidagi pulni yechaman. Kelinglar sizlarga noyabr oyida qancha ishlaganini ko'rsataman. Noyabr 1-oy $1283 pul ishlagan. Mana shu pul hozir Google AdSense degan saytiga tushadi. Mana bu balans degan joyga tushsa, bu Google AdSense degan mana bu saytga tushgan bo'ladi. Va bu tomoniga o'tgan vaqtda bankka tushgan bo'ladi. Hozir bankka bu pullar tushgan. Mana shu pulni men sizlarga yechib ko'rsataman. Aynan qayerdan bilingiz bankka tushganini desalaring, mana chek ham kelgan. $1285 pul tushgan mana. Pul tushganligi haqida bizga mana ko'rsatib turibdi. Aynan mana shu pulni men sizlar uchun borib yechib ko'rsataman. Kelinglar do'stlar, hozir yo'lga chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu juda ham qiziq, menga ham va sizlarga ham. Bemalol YouTubedan pul ishlab yetsangiz bo'ladi. Uyda o'tirasizmi, davlat ishida ishlaysizmi yoki universitetda o'qiysizmi, hattoki maktab o'quvchilari ham YouTubedan bemalol pul ishlasa bo'ladi. Qo'ygan videolariga YouTube pul beradi. Men sizlarga bu pulni YouTubedan yechib ko'rsataman bank orqali. Faqatgina bank orqali yechsa bo'ladi. Kelinglar, bu pulni bankda ham juda ham oson shot ochirtiriladi. Shot ochish nima? Swift shot deyiladi. Borasizlardan pasportni berib, Swift shot ochib bering desalaring, bitta raqamni shot ochib beradi. Xuddi kartaga o'xshaydi. Juda ham tez ochib beradi. Ochgandan keyin o'shani YouTube'ga kiritib qo'yish kerak. Bo'ldi. YouTube'da pul o'sha shotga tushadi. Bankka borib, pulni yechib bering deysizlar, pulni yechib beradi. YouTube'dan keladi u pullar. Google'dan keldi deysizlar, bo'ldi. Tamom, pulni yechib beraveradi. U pulga o'zi masalan $100 yechmoqchi bo'lsalaring, YouTube'da o'zini pulni olib qoladigan joyi bor. Masalan, $100 ga $20 olib qoladi, $1000 ga ham $20. $10,000 ga ham $20 olib qoladi. $20 degan 200 ming pul qandaydir foiziga olib qoladi bankdan bankka o'tganiga va bankda o'zi 0,7% foizi bor. Bo'ldi. Tamom, YouTube'dan pulni yechib olaverasizlar. Men masalan har oy pul yechaman. Sizlarga hozir shogirdimning pulini yechib ko'rsatyapman. O'zimdagi pulni yechib ko'rsatsam, realni katta pul. Sizlar uni ko'rib ishonmasliklaringiz mumkin. Shuning uchun shogirdimnikini ko'rsatay. Sizlarga tajribali odamdan o'rganmoqchi bo'lsalaring, aynan men darslik chiqaraman. Sizlar kutinglar, men darslik chiqdi deb Telegramga aytaman. Barcha bemalol o'rgansa bo'ladi. Hamma juda ko'p kishi telefon orqali o'rgatmaydi, kompyuter orqali o'rgatadi. O'zbekiston sharoitida juda ham ko'p kishida kompyuter yo'q. Men o'zim telefon orqali o'rgataman. Hamma darslikda o'zim ham telefon orqali ishlayman o'sha pullarni. Faqat telefon ishlataman men. Kompyuterim bor, prosta analizlarni qarab turish uchun kompyuter ishlataman men. Qolgan narsalarni telefonda qilaman. Telefonda montaj qilaman, telefonda YouTube'ga video qo'yaman, telefonda pul ishlayman. Bir dona telefon bo'lsa yetarli. U kompyuter 50 millionlik, 30 millionlik degan narsani eshittiringlar. Umuman kompyuter ishlatmasdan ham pul ishlasa bo'ladi. Men sizlarga buni telefon orqali o'rgataman. Darsligim chiqqandan Telegramga kanalimga chiqdi deyman. Telegram kanalimga o'tib olinglar, ko'rasizlar. Barchasini men ko'rsatib boryapman. YouTube'dan hozir borib pul yechamiz. Ketdik, yo'lga chiqaylik, bankka boramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Hozir kun sovuq. 1-2 kun avval qor yoqqandi va hozir kun sovuq bo'lib turibdi. Kurtka bilan shapka kiyib olamiz. Do'stlar, sizlarga aytsam, yoshlar shapka kiyinglar. Yoshlarni kattargandan keyin o'zi sezila boshlaydi, nerv sistemalarining shamollagani. Shuning uchun hozir ketamiz, bankka borayotganda shapka kiyib boramiz. Ketdi unda. Do'stlar, men Surxondaryodanman, Termizdan. Hozir men Termiz Hamkor bankiga borib, pulni yechib ko'rsataman. Aynan uydan chiqib ketyapman. Bilasizlar, men sizlarga hammasini realni ko'rsatib beraman. Har doim men o'zim
5 yillik streamerman. Meni juda ham ko'p kishi taniydi. Shuning uchun Telegram kanallarimda birinchi oydan 24 mingta odam bo'lib ketdi. 24 mingta odam YouTube bilim o'rgatish uchun hamma kiryapti, tajriba borligini bilyapti. Do'stlar, shuning uchun men hammasini realni ko'rsatyapman. Odamlar menga ishonyapti, men ishonchda oqlayapman. Ketdi kunda pulni yechib sizlarga ko'rsatib beraman. Men yo'lga chiqyapman. Termiz atmosferasini ham ko'rsatib ketaman. Yo'l-yo'lakay ketdi. Mana biz yo'ldamiz. Hozir Termizda mana soat Uztelekomning oldiga keldik. Hozir bankdan pul yechishga ketyapmiz, Hamkor bankka. Ketdi, yo'ldamiz. Mana do'stlar, bankka ham yetib keldik. Biz 11 dan oshibdi, soat qaranglar. 11:08 o'zi Hamkor bankka yetib keldik. Ketdik, bankka kiramiz. YouTube'da pullar yechamiz. Oltinchi Hozir raqamli o'chirtirgan keldim. Endi ismon shaxslar bo'lsamiz. Pul o'tkazmalari. Pul o'tkazmalarini olish. Oy, men chekda oldim 85-chi. Hamkor bank. Bizga o'chirtimiz keldi. Hozir pul deyapti. Qog'ozlar o'zlar qo'l qo'yish kerak shu yerga. Yozadi, qancha pul yetganini chiqarib beradi va keyin kassaga boriladi. Hozir kassaga boramiz. Pul yechamiz. Mana bizga 1218 dollar pulni yechyapmiz. YouTube'dagini 1285 edi bilsalaring. Bankdan bankka o'tganiga o'zining foizi bor. 20 dollarlar olib qoladi, 20 dollarchalar. Mana shu pulni hozir yechamiz. YouTube'dan kelgan. Hamkor bankdamiz. Hozir kassani oldiga keldik. Kassadamiz. O'chirib borib, ikki kishi hozir yechib ko'rsatamiz. Mana bizga o'chirt keldi hozir. Pasport bilan buni qog'oz beryapmiz. Biz o'chirtdan olib pul sanab beradi. Hozir ana oldi pasportni va qog'ozni. Pasport va qog'oz olgandan keyin hozir bizga dollar qilib beradi bankdan YouTube'dagi pul deyapmiz. YouTube. Zora har oyda YouTube'dan pul yechsa bo'ladi. Hozir qo'l qo'yadi. Shogirdim bo'ladi do'stlar. Hammasini o'zim o'rgatib turibman. YouTube'da qanaqa video qo'yish, qanaqa qilib pul yechish. Ana qo'l qo'ydi, hozir pul beradi. Hammasini sizlarga realni ko'rsatyapman. YouTube'dan bemalol pul yechsa bo'ladi. Hamma O'zbekistondan turib bemalol ishlasa bo'ladi. Universitetda o'qiysizmi, ishda ishlaysizmi, uyda o'tirasizmi, uy bekasi bo'lasizmi, bemalol YouTube'dan pul ishlab, pul yechsa bo'ladi. Hozir kassadagi ham guring beryapti. Pulni YouTube'dan eshitdingizmi deyapti. Shu yerdan ishlasam bo'ladimi, shu yerda turib deyapti. Mikrofon menda turibdi, shu sizlarga eshitilmayapti shuncha. Mikrofon menda turibdi. O'sha tezroq bo'lsa ekan, men ham siqilib ketdim. Sizlarga video qilaman. Guring. Hozir yechib beradi. 2 minutlik video bo'lib ketdi mana shu kassadan pul olguncha. Shitir sana beradi. Hozir oladi. Past gapirayotganim sababi hech kimni jalb qilmay o'zimga demoqchiman. Hamma menga qarab qolmasin. Kamera ushlab turibman-da chunki. Noto'g'ri tushunish mumkin. Nima olib ketyapti. Shuncha past gapiryapman do'stlar.
Mana hozir bu 100 mingtaliklar berdi. Hozir yaqinlashtirib ko'rsam, yana dollar ham berish kerak. Bu 100 mingtaliklar bergani dollari masalan 90 dollar, 80 dollar bo'lib qolar ekan, shuni so'mda qilib berib qo'ygan dollar. Dollarni ham beradi. Dollarda hozir dollar 3000 4000 video olib ketyapti tezroq. Minut. Voy, nomerni olib qolyapti. YouTube'da o'rganmoqchiman deyman kassadagi. Kassadagi nomer YouTube'da men qidiryapti. YouTube'da o'rganmoqchi ekan. Geçtim. Ya. Bu ne tezroq bu? Handbol olyapti. Pulni berdi dollardan. 5 minglik video ketdi. Oy, dollarda qarayman. Sana oldu. Beçe dollarda. Şapta kamera sana olan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, mana 1200 dollar. Qolgan so'mda olindi. Do'stlar, mana bankdan chiqdik hozir. Hamma pul bizda, Hamkor bankdamiz. Termizdagi Hamkor bank. Yo. 10 ming dollar, 20 ming dollarlar bersa bo'ladi. Bemalol do'stlar. Bemalol YouTube'dan. Xolos o'zimni ham ko'rsatib qo'yay. Meni tovar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qolgani so'mda. Shogirdimman. Bo'pti do'stlar, videoga like bosib, obuna bo'linglar. Kimdir o'rganmoqchi bo'lsa YouTube'da, shaxsan o'zim professional darajada o'rgatib, darslik chiqaraman. Telegram kanalimga o'tib olinglar, barchasi Telegram kanalimda bo'ladi. YouTube'da bemalol O'zbekistonda turib YouTube'dan pul yeysa bo'ladi, ishlasa bo'ladi. Gazim bosinglar. U pul ishlab bo'lmaydi degan do'stlaringga, masalan, ko'p kishi qishloqda turadigan insonlar uncha YouTube haqida bilmaydi. Masalan, men ham chekkada joyda turganman, lekin qiziqishim bilan pul topishni YouTube'dan pul topishni o'rganganman. Meni ham do'stlarim ishonmagan. YouTube'dan pul topib bo'lmaydi, umuman harakat qilib nima qilasan, vaqting ketadi degandi. Ular hozir Rossiyada ishlab yuribdi. Men esa O'zbekistonda uyda o'tirib, zo'r daromad qilib, moshin, uy, hamma narsa olib yuribman. Shuning uchun gazim bosinglar, hech kim gapida aynib qolmanglar. Ko'rib turibsizlar, men sizlarga isboti bilan qilib beryapman. Bo'pti.